Uylanishdan oldingi tekshiruvlar nima uchun zarur? Nima uchun qilinadi? Uylanmoqchi bo'lgan do'stlarimiz ushbu videoni oxirigacha kuzating. Uylanishdan oldingi tekshiruvlar ertaga siz farzandsizlikda aziyat chekmasligingiz uchun yoki siz ayolingizdagi burchlaringizni to'g'ri vazifangizni bajarish uchun kerak bo'ladi. Ko'p joylarda eshitganmiz, ya'ni chimildiq mavzusini yoki boshqa tekshiruvlarni. Tekshiruv nima uchun kerak bo'ladi? Spermogramma tahlili oddiygina bitta tekshiruv. Lekin bu bizga juda ham ko'plab ma'lumotni beradi. Ya'ni sizdagi tabiiy evkulyatda necha million spermatozoid chiqayotgani yoki spermatozoidlar miqdori ozligi. Morfologiyasi qanday holatda? U borib ayolning folikulasini yorib o'tib, embrion hosil qila oladimi yoki yo'qmi? Keyingi navbatda UZI tekshiruvi. Moyak nima uchun UZI tekshiruv qilinadi? UZI tekshiruvda varikatsiyalik bor yo'qligi. Varikatsiyalik o'zi bu nima? Nima sababdan tekshiruv o'tkazib, varikatsiyalik aniqlansa operatsiya qilish kerak. Endi tasavvur qiling moyak. Moyakda nima ishlab chiqariladi? Spermatozoid va testosteron ishlab chiqariladi. Testosteron ishlab chiqarish uchun bizga LG degan gormonimiz sintezlanadi va testosteron ishlab chiqariladi. Spermatozoid ishlab chiqarish uchun esa FSG degan oddiygina bitta gormonimiz. Lekin bu spermatozoid oziqlanuvchi gormon hisoblanadi. Endi siz ertaga uylanyapsiz va farzandli bo'lish imkoniyati bormi yo'qmi? Ya'ni ko'p kuyov bolalar keladi, do'stingiz yoki yaqiningiz ham bo'lishi mumkin. Bu yerda urug'lar topshirganda evkulyat urug'lar 0 chiqib qoladi. Bu azospermiya holati bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ajrimlar ko'payib ketyapti. Ya'ni turmushga chiqyapti. Erkak tomonidan faktorlarga qaraganimizda ularda azospermiya. UZI tekshiruvi o'tkazganda moyaklar hajmiga e'tibor beriladi. Moyaklar hajmiga nimaga e'tibor berish kerak? Bu tasavvur qiling, o'sha zavoddan siz 100 mingta mashina olishingiz kerak. Lekin u zavodda hajmi kichkina bo'lsa, siz 1000 ta ham ola olmasingiz mumkin. Ya'ni moyak ham bitta zavod. Ya'ni spermatozoid ishlab chiqariladi. Tabiiy homiladorlik qilish uchun erkakda 20 milliondan 30 milliongacha spermatozoid kerak. Lekin unda 1 million 2 million bo'lsa, bu tabiiy homiladorlik uchun yetarli emas. Bu holatda biz buni baholab, davolab, tabiiy homiladorlikka erisha olasizmi yo'qmi oldindan bilsak bo'ladi. Shuning uchun spermogramma va UZI qilinadi. Endi faqat UZI tekshiruvida moyaklarda qonlash buzilsa yoki faqat shuni bilish mumkinmi deyshadi? Yo'q. Bu yerda gidratsiyali holat, ya'ni moyaklar atrofida suv to'plagan yoki epidemik deymiz, ya'ni moyak ortig'ining yallig'lanishi. Bunda erkaklarda kuchli og'riq bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyingi navbatda moyakni pridatkasida, moyak ortig'ida kista hosil bo'lishi. Bu sizga xalaqit beryaptimi? Spermatozoidlar chiqishiga to'sqinlik qilyaptimi yoki yo'qmi degan savollarga javob olinadi. Shuning uchun biz aytamiz, quyidagi tekshiruvlar albatta zarur deb. Endi qonday gormonal muvozanat nima ahamiyatga ega? Hozirgi kunda bizni mentalitetda tunda ishlaydigan yoshlarimiz ko'payib ketyapti. Ya'ni logistika sohasi yoki fast foodda yoki qanaqadir dastavkalarda ishlaysizlar. Lekin u narsa sizga juda ham to'sqinlik qilishi, bu yerda gormonlar muvozanatini o'ynatishi mumkin bo'ladi. Bu yerda sizda ishlab chiqarilayotgan gormonlar prolaktin gormoni ko'tarilib ketishi hisobiga testosteron muvozanati tushadi va sizda hozirdan jinsiy zaiflik kuzatilishni boshlaydi. Ertaga siz uylanganingizda erektil disfunksiya deymiz, ya'ni tez bo'shanishlik yoki jinsiy zaiflik yoki birinchisidan keyin ikkinchisiga xohish bo'lmaydigan holatdagi shikoyatlar bilan kelasiz. Bu holat juda ham og'ir holat. Shuning uchun biz doim aytamiz, agar siz majburan bu ishni qilmayotgan bo'lsangiz, sohingizni kunduziga o'tkazing. Ya'ni ish rejimingizni kunduziga o'tkazsangiz, uyquni vaqtida uxlasangiz, bu gormonlar muvozanati buzilmaydi. Endi bu uylanishdan oldingi tekshiruvdan siz o'tdingiz. Ayolchi, ayol omilichi, bu yerda nimalarga ahamiyat berish kerak? Endi 2 yosh uylanishdan oldin iloji bo'lsa, bu taklifni kuchga kirgizish kerak. Ya'ni albatta shu spermogramma tekshiruvlarini o'tkazish va ayolni sog'liq tomonidan reproduktor ginekologlar yoki boshqa shu chuqurlashtirilgan tekshiruvlarni o'tkazuvchi vrachlarimiz ishlash kerak bo'ladi. Bu tekshiruvlar sizga kelajakda nima berishi mumkin? Bu ayolingiz sog'lomligi va siz sog'lomligingiz natijasini bilsak, siz bemalol yaqin 6 oy 1 yil ichida o'zingiz tabiiy homiladorlikka erishishingiz mumkinligini bilamiz. Endi hozirgi kunda ayollardagi muammolardan bachadonda endometri qavatini qalinlashishi yoki polip bo'lishi yoki kista bo'lishi yoki hayz siklining buzilishi ham kuzatilyapti. Shularni muvozanatini to'g'rilasa, 2 yoshda ajrim kamayadi va oilada yangilik bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun uylanayotgan do'stlarimiz avvalo o'zining sog'ligiga e'tibor berishligi va yuqorida aytib o'tgan 3 ta muhim tekshiruvdan o'tishingiz, o'zingizga shaxsiy urologni tayinlab olishingiz kerak bo'ladi va u siz bilan natijaga erishsa bo'ladi. Agar sizda
yuqorida aytib o'tgan muammoli kasalliklar bo'lsa, siz hoziroq urolog andrologga murojaat qiling. Ushbu videoni saqlab qo'ying, yaqinda uylanmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'yishni tavsiya qilaman, chunki albatta u uchun manfaatli bo'ladi. Yaqinda uylanmoqchi bo'lgan do'stlarimiz diqqatiga siz quyidagi 3 tekshiruvdan o'tishingiz uchun Central Mens klinikasining asoschilari bunga javob beradi. Ya'ni spermogramma tahlili, UZI tekshiruv va gormonlar muvozanati.